alaykum, Andijon tibbiy diagnostika mijozlarimiz. Bugun navbatdagi ATD Estet'te podkastini sizlar uchun yana iltimoslarga binoan Nargiza Bahadirovnani taklif qildik. Endi taklif qildik deganim balkim joiz emas, chunki Nargiza Bahadirovna bizni safimizga qo'shilgan. Xush kelibsiz, biz xursandmiz. Siz biz bilan bo'lganingiz uchun. Nargiza Bahadirovna o'tgan gal podkast qilganimizda izohlar qoldiriluvdi. Opani yaqinroqdan tanimaymiz ekan, qayerda ishlaydilar deb. Shunga bizni kuzatuvchilarimiz uchun yana bir o'zingizni taqdim etsangiz va keyin suhbatimizni boshlasak. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mening ismim Nasriddinova Nargiza Bahadirovna. Men vrach-dermatolog, trixolog, vrach-kosmetolog bo'laman. Asosiy ish joyim bu Andijon davlat tibbiyot institutida men talabalarga, katta kurs talabalarga dars o'taman va undan tashqari bir nechta xususiyda, uning ichida ATD estetik klinikamiz ham kiradi. Shu yerda ish olib yuraman. Shu kungacha mening ish faoliyatim 8 yildan beri bor va ana o'sha 2 yildan beri men imенно lazerlarga chuqurlashtirib kirilib, shu bizning klinikamiz bilan ancha yaqin bo'lib, lazerlarni o'rganib, shular ustida ishlayapmiz va xalqimizga yordam berishga harakat qilyapmiz. Bilasizlarmi, bugungi mavzuyimizni sizlarga yetkazishdan oldin men ko'p o'ylandim. Chunki biz estet bu juda ham nozik, chiroyli kirib borishlikda. O'shuning uchun Narizaxon, nega Gollivud yulduzlari bu muolajani yaxshi ko'rishadi? Qaysiligini aytmayman, siz o'zingiz bilyapsiz hozir. Mijozlarimizga ozgina intriga bo'lsin. Nega bu protsedurani yaxshi ko'rishadi? Qaysi muolajaligini sarlavhamiz oxirida sizlarga tushuntirib beraman. To'g'ri, bu muolajani hamma Gollivud yulduzlari ko'p yaxshi ko'radi. Sababi qizartirishsiz, og'riqsiz, yaralarsiz bir zumda effekt beradi. Qanaqa effekt beradi? Yuz yaltirlaydi, yuz ocharadi, yuz namlanadi va bemalol shu muolajani oliblar ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. Bemalol bayramlarga va qizil daroshkalarga ham bemalol shu muolajadan so'ng chiqsa bo'ladi. Chunki bilamiz, qolgan muolajalarda qizaradi, ko'karadi, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ammo bu muolajani oliblar bemalol bayramga chiqsa bo'ladi. Qoyil. Haqiqatda mana shunday bizda apparatimiz bor va bu muolajani sizlarga taklif qilamiz. Bizning Nargiza Bahadirovna va boshqa mutaxassislarimiz hammasi sizlarni xizmatinglarda. Nargizaxon, demak, bu muolajani misol dog'i bo'lsa, sog'lomga mumkin bo'layotgan bo'lsa, demak, pigmentatsiyada endi dog'i bo'lsa yoki qandaydir aknedan keyingi yoki qandaydir toshmadan keyingi dog'lar qoladigan bo'lsa, demak buni qilsa bo'lar ekanda. Qaysi bemorlarga qilish mumkin deb siz so'ramoqchisiz. To'g'ri savol berdingiz. Bu muolajani oddiy sog'lom odam ham olsa bo'ladi. Agar zagarlar olgan bo'lsa yoki yuzi ozgina nurlar yo'qolgan bo'lsa, bemalol olib nurlantirsa bo'ladi. Ikkinchidan, bu muolajani bemalol yuzida dog'i bor, sepkili bor ayollarimiz, erkaklarimiz hammasi bemalol olsa bo'ladi. Ancha birinchi muolajadan so'ngla seziladi yuz ochargani va undan tashqari husnbuzarga ham davosi bor. Sababi imенно husnbuzar aktiv bo'lgan paytda antibakterial effekti bor shu muolajamizni va o'sha paytda husnbuzarlarimizni biroz tinchlantirib, undan tashqari yuzimizni yog'sizlantirib va yuzimizdagi teshikchalarni ham kichraytirib beradi. Demak, poralarni men o'zimda ko'rsatganim sababi meni burnimning tepasida poralarim o'zi расширенный pora deydi. Shuning uchun o'zim avtomatik ko'rsatyapman. Xo'p, endi shunda qancha vaqt ketadi bu muolajani bitta seans olish uchun? Bitta seans uchun 15 daqiqadan 20 daqiqagacha vaqt ketadi. Bu degani, bemorimiz keldi, yotdi, muolajani oldi, og'riqsiz,
achishishlarsiz, qizarishlarsiz muolajani oladi, ustidan krem surkaladi va bemalol o'rnidan turib yana ishga davom ettirishi mumkin. Ko'pchilik shanba, yakshanbani kutishadi, maskalar taqishadi, boshqa qilishadi. Yo'q, bu muolajamizda aslo unaqa narsalarning keragi yo'q. Post reabilitatsionni periodi yo'q. Faqat har doim SPF surkashni unutmaslik kerak albatta. Endi bu muolajani olayotganda boshqa muolajalar bilan birgalikda olsa bo'ladimi yoki bu alohida bir muolaja hisoblanadimi? To'g'ri savolingiz, sababi ko'p muolajalarni bir-biri bilan olish mumkin emas, ammo bu muolajamizni bemalol berivitalizatsiyalar bilan, peeling chistkalar bilan, mezoterapiyalar bilan, plazma lifting muolajalari bilan bemalol olsa bo'ladi. Birgalikda kompleks. Bemalol kompleksda bir kunda masalan o'zi uchun bugun sarflagisi keldi vaqtini, shuni hisobga berivitalizatsiya qolgan kosmetologik muolajalarga qo'shib, imенно shu lazerimizni bemalol olsa bo'ladi. Даже effekti kuchliroq bo'ladi. Хорошо. Endi bu biz hozir ko'proq ayollar uchun gapirdik, lekin biz hozir estet klinikamizga nafaqat ayollarni, balki erkaklarni, silniy storini тоже chaqiramiz и ularda ham mana shunaqa o'zgarishlar terida bo'lishi mumkin, ya'ni siz aytmoqchi postakni, giperpigmentatsiya или же meni tushunishim bo'yicha pori sужается deydigan bo'lsak, yog'lik betlarni sal quruqlashtirsa bo'ladi. Bu muolajamizni asosiy katta sifati, yaxshi tarafi shuki, kollagen stimulyatsiya qiladi va именно yog' ter bezimizni ancha kichraytirib beradi va terlash, yuzdagi yog'lanish ancha kamayib qoladi. Yuz ocharishni boshlaydi. Bu muolaja nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun. Bizning klinikamiz salon emas, masalan, faqat hamma ayollar yuradigan. Bizning klinikamizda nafaqat ayol vrachlarimiz bor, balki erkak vrachlarimiz ham bor. Shuni hisobiga bemalol telefon qilib, erkak vrachimizga alohida muolajaga erkak kishilarimiz yozilishi mumkin. Bunaqa holatda erkak kishi bir-birini ko'rishmaydi, ayollar ham bir-birini ko'rishmaydi, chunki kabinetlarimiz muolajalar uchun juda ham ko'p. Rahmat. Juda ham chiroyli izohlab berdingiz. Nargizaxon, estet deyapmiz, bilasizmi? Har safar siz bilan suhbatlashganimdan keyin shunaqa zavлекательный javob berasiz, prям hozir darhol yodib keling, menga shu protsedurani qiling deydigan holatda. Mana shu joyda sizdan bitta narsani so'rab qolaman. Menga o'xshab og'riqdan qo'rqadigan mijozlarimiz uchun nima maslahat berasiz? Bilasizmi, sizga o'xshab og'riqdan qo'rqadigan bemorlarimiz uchun imенно shu muolajani sizlarga tavsiya qilaman. Sababi imенно bu muolaja og'riqsiz, qizarishlarsiz, tez ta'sir qiladigan, yuzni ochartirib beradigan, namlantiradigan va bemalol ko'chaga bu muolajadan keyin ko'chaga chiqsa bo'ladigan muolaja hisoblanadi. Nargizaxon, keling shu sirni ochaylik-da. Bu muolajani nomini aytib beraman. Bo'pti. O'zingiz aytib bering. Bu muolajani nomi Gollivudskiy peeling deydi. Именно Gollivud spektr lazerimiz orqali Gollivudskiy peeling muolajamizni olamiz va shu muolaja lazer orqali yordam beradi. Bu yerda hech qanaqa nur emas, именно faqat bizni terimiz sifatiga ta'sir qiladigan muolaja hisoblanadi. Bunaqa holatda bemorimiz yuziga qora karbon maskasini surkab, uni orqasidan keyin to'liq tozalab lazer orqali yurib boramiz va sizlarga ozgina shu bemorim hozir именно shu muolajada yotibdi, ozgina sarlavhasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Nargizaxon, necha seans olish kerak? Tavsiyangiz qanaqa? Bu muolajani agar xohlasangiz 2 haftada bir, xohlasangiz 1 oyda bir olib tursangiz bo'ladi. Bunga pokazaniya yo'q, sababi qancha ko'p teri sifatingizni yaxshilagingiz kelsa, shu muolajani bemalol olib tursangiz bo'ladi. Bu kosmetologik yuz parvarishiga kiradi. Davolash emas. Davolash husnbuzarlari, davolash dog'larga qarshi bo'ladi. Unaqa holatda chuqur yengilligiga qarab aytiladi. Bilasizmi, yana bir ikkita qizlardan eshitgan narsam, hozir tatuaj qilganlar bor, u tatuajdan o'zini o'chirmoqchi bo'lgan Bu lazerimiz albatta mana shu lazerda shu narsa
o'chadi. O'chiradi, yo'qotadi, davolaydi. Shuni ham bugun sizlarga ko'rsataman. Zo'r. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shunaqa qisqa va lo'nda, chiroyli javoblar oldik mutaxassisimizdan. Eslatib o'taman mijozlarimiz uchun, что bizni ATD Estet klinikamizda barcha Andijonda dermatologik, kosmetologik mutaxassislar biz bilan birga. Siz har bittasini kuzatib qabuliga yozilishingiz mumkin. Bular sizlar bilan bo'lishga tayyor. Keyingi podkastimizda Ahrorbekni kutib qolamiz. Ahrorbek Avazbekovichni.